Va alaykum assalom. Dada, oyim menga xotiningdan aliment olasan, sudga berasan deyaptilar. Siz nima deysiz? Menga qarab olam. Kelin bu yerdagi 3 boshli ajdarhodan charchadi. Bularga dosh bera olmayapti. Endi sen ham 4-ajdarxoni boshi bo'lmoqchimisan? Qo'yaver. Onang gapiraveradi. Kelin bulardan biroz xoli yashab dam olsin. Kelin aqlli. Keyin o'zi qaytib keladi. Ha, opa aytgancha sizga xat tashab ketishgandi. Voy, kim jo'natibdi menga xat? Bilmasam. Voy. Kimdan ekan? Suddan ekan, oyi. Suddan? Erim ajrashishga ariza beribdi. Ha, qizim. Qudalarni oldi, bizlarni yer bilan bitta qilding. Endi bizni to'g'rimizda nima deb o'ylashadi? Ota-onasi bunga shunaqa tarbiya bergan ekan-da, deyishmaydim. Menga qara qizim. Mohira. Mana shu opangning hayoti senga dars bo'lsin, tushundingmi? Erkak kishi hech